Real Madrid yozda sotib olish mumkin bo'lgan katta yulduzlar qatoridan Paris Saint-Germainning futbolchilari Joao Neves va Vitinha chiqdi. PSG rahbariyati ularni sotmoqchi emas. Nega sotmaydi? Unda Real kimni sotib oladi? Hozir mana shu savollarga birma-bir javob berib o'taman. Undan oldin mana shunaqangi tezkor futbol xabarlaridan quruq qolmasligi uchun kanalimga obuna bo'ling. Unda boshladik do'stlar. Xo'p, dastlab Vitinha va Joao Nevesga to'xtalamiz. Do'stlar, Espan nashrining xabar berishicha, PSG rahbariyati bu ikkita futbolchiga narx qo'ymagan, narx belgilamagan, ya'ni umuman sotilmaydi deb absolyut qarorni qabul qilgan va bundan maqsad umuman olganda rahbariyat barcha yulduzlarni saqlab qolgan holda keyingi mavsum ham Chempionlar Ligasida chempion bo'lish. Enrikening oldiga hozir mana shu vazifa qo'yilgan, ya'ni futbolchilarni saqlab qolamiz, yulduzlar qoladi va sen bizga 3-chempionlikni olib berasan deya. Qolaversa Vitinhaning o'zi ham bundan bir necha oy avval meni Paris Saint-Germainni ketishim, Real Madridga o'tishim ahmoqona qaror bo'ladi. Shuning uchun men Paris Saint-Germainda hozir baxtliman va bu yerda qolaman degandi. Shunday ekan Real muxlislari Neves va Vitinhadan umid qilmaganlari ma'qulroq. Unda kim keladi deyotgan bo'lsangiz, menimcha bu futbolchilar endi variantlar ko'p. Menda Olise bo'lishi mumkin degan javob kelmoqda. Olise varianti esa endi juda ko'p insiderlar Fabrizio Romano ham Perez asosiy maqsad sifatida Oliseni ko'zlagan degan xabarlarni chiqarmoqda. Shuning uchun Olise varianti ham bor bu yerda. Endi hozir Realning eng kemtik nuqtasi albatta bu o'ng qanot hujumi, ya'ni o'sha o'ng qanot Winger nuqtasi. Rodrigo yil oxirigacha jarohat olgan, keyingi mavsum boshlanishida bu nuqtaga futbolchi kerak va eng zo'r variant albatta Michael Olise hozir. Tasavvur qiling, o'ng qanotda Olise, chap qanotda Vinicius Junior va markazda Kylian Mbappe. Xususlar, siz nima deb o'ylaysiz? Realga qaysi futbolchi keladi va umuman olganda kim kerak hozir Realning tarkibiga? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring.